Bismillah. Uyimizga kirishimiz bilan bizani mana shunaqa shina prixoj zonamiz kutib oladi. Bizda bo'lyapti sanuzelimiz, oshxonamiz, detskiy, spalniya va juda ham katta bo'lgan zal qismimiz. Qani bir boshdan ko'rib o'tamiz. Bu yoqda bizani sanuzelimiz o'pish qilib qo'yilgan. Xohlasangiz agar o'rtadan devorib razdelni qilish imkoniyatiga egasiz. Santexnika, elektromontaj, rodbanlari padoboy qilib taxlab qo'yilgan. Bu yoqda oshxonamiz juda shinam, bemalol kuxun nabor qilib bu yoqda yayrab o'tirib choy ichadigan zona yaratsangiz bo'ladi. Derazalarimizga e'tibor bering, shunaqa kattasidan, chiroylisidan qo'yib qo'yganlar. Shunagina derazamizdan 16-maktab Sharq bozorchasi ko'rinib turadi. Duox konturning katyollari o'rnatilgan, batareyalar qo'yilgan, cho'pli pollari mana bu yoqda turbalari tashlab o'tilgan, ko'rishlaringiz mumkin. Bizda prixojdan keyin mana bu yoqda detskiy xonamiz. Bu yoqni ham o'zingizga qulay qilib ta'mirlab olsangiz aka, bemalol ikkita divanchik, shkaf, yana boshqa mebellari sig'adi. Bu yoqda esa bizani родительский spalniy xonamiz ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqda aytishlar bo'yicha buni bitta devor olib, sanuzel uchun alohida joy tashab ketganlar. Bemalol mana bunaqa xatno eshik qo'yib turib, o'zingiz uchun sanuzel joyini yaratib olsangiz bo'ladi. Undan keyin turetskiy batareyalar o'rnatilgan, duox spalniy mebel, shkaf, boshqa narsalaringiz, mebellari sig'adi. Aytgancha derazalarimiz Aquaplast qimmatbaho duox sloyni shuma izolyatsiyalik termo romlardan o'rnatilgan. Undan keyingi ko'radigan joyimiz bizning eng yaxshi top joyimiz zalimiz. Zalni o'zi 45 kvadrat dedilar. Bitta mana shu zalni o'zi. Hozirgi vaqtda bir xonalik, ba'zi joyda 2 xonalik 7-mikrorayonda 45 kvadratlik uylar bor. Sizni bitta zalingizni o'zi mana shunaqa katta tushgan. Buni qarang turishini. Bemalol mehmonlaringizni bag'riga to'ldirib oladi. Bitta balkonga chiqadigan joy va derazalar qo'yilgan. Balkonimizga chiqishimiz bilan biz ikkinchi etajda biz aytib o'tganimdek, bu yoqda bizning detskiy plashatka, dvor, tvor, maktab toza havolik ikki tomonlama proyektiga ega. Qisqacha qilib aytganda, uyimiz 3 xonalik 125 kvadrat o'zini ichiga oladi. Narxini esa 57.900 AQSh dollariga baholadik. Yana kelib bemalol savdo qilsangiz bo'ladi. 30-40% ishlar qilib qo'yilgan. Adashmasam 4000-5000 dollarlik bo'yicha ishlar qilib qo'yilgan aka. Siz uchun yaxshi narxda topib qo'ydik. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing.